Assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Bugun 3-yanvar. Yana bitta video qilishimga to'g'ri keldi, o'rtoqlar. Bundan oldingi videomda o'zi aytaman deb turib, xayol bilan esimdan chiqib qopti. Qadrli O'zbekistonda yurgan yurtdoshlarimiz. Biz Polsha territoriyasida ishsiz yurganlarga ish qilib beramiz. Hostel, masalan, yotoqxona masalasi bo'yicha murojaat qilishsa yotoqxonalarimiz bor. Hostellar kunlik, oylik, oilavilarga, erkaklarga, ayollarga va hokazo, xullas, semeyniy paralarga hostellarimiz bor doimiy yashashga. Lekin karta pobeda qilmaymiz, приглашение qilmaymiz, viza ishlari bilan shug'ullanmaymiz. To'g'ri tushunasizlar, o'rtoqlar. Bitta video chiqarsa 100 ta SMSdan 70 tasi, 80 tasi karta pobeda qilasizmi, приглашение qilasizmi, vizaga yordam berasizmi, qaysi davlatga chaqirib ola olasiz deb savol tashishadi. To'g'ri tushunasizlar, o'rtoqlar. O'rta Osiyodan farqi yo'q. Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston hech qaysi biridan biz odam chaqirmaymiz. Bizga Yevropaning o'ziga o'zi kelib, vizasi bor, venjasi bor odamlar keladi. Tayyor holatdagi o'sha Yevropaga kirib kelgan yurtdoshlarimizga ish tomonlama, yotoq tomonlama yordam bera olamiz. Iltimos, to'g'ri tushungan holatda mana har bitta odamga qilmaydigan ishingizga bekorga vaqt ajratgingiz kelmaydi yoki bekorga vaqtingiz ketib qoladi. Siz shug'ullanmaydigan ishlar bilan bekorga vaqtingizni ketkizganingiz qoladi. Ya'ni siz ham menga ishonib umidvor bo'lib SMS yozib, голосовой bilan kutib qolasiz. Men ham dokument bilan shug'ullanmaganim uchun vaqtida ответ qilmasligim mumkin. Shuni to'g'ri tushungan holatda o'rtoqlar SMS yozmay qo'yaverasizlar. Ya'ni imенно Yevropaga kelaman degan yurtdoshlarimizga nima qilib aytib turibman. Shu narsaga e'tibor qaratinglar, iltimos. Atak Yevropada yurgan yurtdoshlarimiz bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kvartira, hostellar, kunlik, oylik yoki ish bo'yicha, kuryerlik ishi, taksi, misol taksi qilaman degan yurtdoshlarimiz. Yana bitta narsani aytib qo'yaman, mana venjingiz bor yoki boshqa davlatda dokumenti bilan kelgansiz, kuryerlik ishida ishlasam ofitsialniy qonuniy bo'ladimi degan savol tug'ilishi mumkin. Ha, bo'ladi. Buni partnyorlarga ulab qo'yamiz, zazvaleniyaga topshiriladi. Ofitsialniy ish sizga o'sha partnyorstvo har oyda zazvaleniya chiqqandan keyin ma'lum bir miqdorda nalog to'lab turadi va siz Polsha hududida qonuniy hisoblanasiz. Shuning uchun bemalol qo'lida hunari yo'qlar, faqat pravasi bor, lekin hech qanaqa ish qila olmaydigan aka-uka birodarlar bemalol kuryerlik ishida, ya'ni dastavka ishida ishlashlaringiz mumkin. Aloqaga chiqaveringlar, yordam beramiz. Kuryerlik ishlarida mashinalar bor, dastavkaga o'zimiz partnyorga olib borib ulab, hamma narsani yo'lga qo'yib beramiz, yordam beramiz. Telefon raqamlar +48 bilan 507 793 333. Primoy telefon raqamlar ishlab turibdi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, kutib qolamiz.